Assalomu alaykum hammaga. Ushbu videomizda jo'ja boqayotganda ilk kunlarda qilingan xatoni aytib o'taman. Sizlar ham bu xatoni qilmasligingiz uchun. Ko'rib turganingizdek, tor joyda ko'p jo'ja boqilyapti. Jo'jalar endi chiqqan 1 kunlik, 2 kunlik. Shu korobkaning ichida harorat normada, datchik bo'yicha. Lekin jo'jalar uchun joy juda ham tor. Bemalol ovqatlanishlariga imkoniyat yo'q. Sababi martda oxirgi haftasi tashqarida sovuqroq bo'lgani uchun tashqaridagi bruderga yangi ochilgan jo'jalarni ko'chirish imkoni bo'lmadi. Shuning uchun ularni korobkada xonaning ichida shunda boqildi. Natijada jo'jalar boshlanishda yaxshi start ola olmadi. Mana 5-6 kunlik jo'jalar unaqa o'sishi zo'r emas. Albatta Alloh baraka bersin, lekin sababini qilishda xatolikka yo'l qo'yildi. Juda ham tor inda hamma jo'ja bir xil ovqat yeyolmaydi. Oldinroq chiqqan jo'jalar ko'proq yeb qo'yadi. Keyin bir-birini siqish, bosish, ustiga chiqish, shunaqa holatlar ham takrorlanadi. Bu ham jo'jalarga zarar yetkazadi, kasal bo'lishiga olib kelishi mumkin. Juda bo'lmaganda shunaqa holat o'sishi, start olishi ancha sekinroq bo'lib qoldi. Hozir mana havo yaxshi bo'lib, tashqaridagi bruderga asosiy jo'jalarni ko'pchiligini chiqarib oldik. Bu yerda faqat parodali jo'jalarni olib qoldik. Jo'jalar ochilishi bilan parodali jo'jalarga belgi qo'yilgani uchun ularni belgisi o'chib ketmasdan oldin ajratib oldik. Keyin qo'shilib ketsa ajratish qiyin. Bu yerda hozir 5 ta hal parodali jo'jalar bor. Oq, qoralar, черный пестрый avstralor, hamma qora ozgina kulrang aralashlar. Ular amrox, kulrang oq jo'jalar bular. Barkovskiy barista, ularning orasida jigarlilar bor, Belfelder va soqolli jo'jalar bor, amerikani. Ularni xudo xolisa alohida boqib xo'roz qilamiz va parodali jo'jalarni ko'paytiramiz to'g'larni. Xuddi hashakilardan ko'ra parodalilarni baribir ozgina farqi bor ijobiy tarafga. Chunki o'tgan yili 10 ta avstralor tuxumini ochirgan edim. 10 tadan 7 ta chiqdi. 3 ta xo'roz, 4 ta tovuq. Hozir alohida ularni boqyapman. 4 ta tovuqdan kuniga 3 ta yoki 4 ta tuxum bor. Tuxum foizi yaxshi. Qish oxiridan sovuq bo'lsa ham tuxum kirishdi. Shu sabab yana boshqacha parodalilarni ham ko'paytirib, Xudo xohlasa boshqalarga ham kelajakda imkoniyati yetadigan narxda tuxumini, jo'jasini sotishni niyat qildim. Video ma'qul bo'lgan bo'lsa, podpiska bosib qo'yinglar. Hammaga rahmat.